Psixologlardan 15 ta hayratga soluvchi haqiqat. O'zimizni qanday tutishimizning o'z sababi hamda bahonasi bor va biz uni tushunishga qodir bo'lmasak, ushbu videoda siz mutaxassislarning bu borada eng qiziqarli va kutilmagan kashfiyotlari haqida o'rganasiz. Psixologlarning fikrlari bilan tanishib chiqaylik. Inson quvonib, hattoki eng mayda narsaga ham xursand bo'layotgan bo'lsa, demak u o'zini yolg'iz his etmoqda. Inson ko'p uxlasa, demak uning kayfiyati yo'q. Inson tez va qisqa tarzda gaplashsa, demak u qandaydir sirlarni berkitmoqda. Agarda inson mayda-chuydagi jahli chiqsa, demak unga sevgi yetishmayapti. Ikkinchisi, yig'lashdan qo'rqmaydigan insonlar eng kuchli bo'lib hisoblanadi. Chunki ular o'zlarining his-tuyg'ularini boshqara oladilar. Agarda biz o'zimizni yig'lashdan ushlab tursak, kasal bo'lib qolishimiz hech gap emas. Uchinchisi, atiga bir necha soniya davomida quchoqlashish natijasida miya stress gormoni hisoblanmish kortizolni pasaytiradi. Bu qon bosimining pasayishiga, charchoqlik yo'qolishiga, infeksiyalarga qarshi immunitetingiz kuchayishiga va tushkunlik holati bartaraf bo'lishiga olib keladi. Quchoqlar haqiqiy kuch-quvvat va salomatlik manbai bo'lib, insonga himoyalanganlik va xavfsizlik hamda o'zingizga ishonch tuyg'usini baxsh etadi. To'rtinchisi, stress holatiga tushgan inson xavfli va muhim hayotiy vaziyatlarga tushganda kerakli ma'lumotni yaxshiroq tushunib anglaydi. Beshinchisi, Instagramdan foydalanish natijasida inson bezovtalanishi, tushkunlikka tushishi va o'zini yolg'iz his qilishi mumkin. Uning uyqusi buziladi. U o'zining badanidan qoniqmasligi va voqealardan xabardor bo'lib qolmasligidan qo'rqishi mumkin. Oltinchisi, aksariyat yoshlar o'zlarini selfie tushirishlari va ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirishlarining asosiy sababi bu ular o'zlarini juda past baholashlari va e'tiborga hamda tan olinishga bo'lgan ehtiyojlari. Yettinchisi, o'z ota-onasiga qo'pol gapirgan yoki ular bilan ko'p bahslashgan farzandlar haqida. Odatda ular shunchaki quloq solmaydi deb aytiladi, lekin farzandlar ota-onalarining so'zini rad qilganda, ular aslida o'zlarida o'z hayotlarini nazorat qilish tuyg'usini tarbiya qilishga urinadilar. 8-si, haddan tashqari g'amxo'rlik qiluvchi ota-onalar butunlay farqsiz bo'lgan ota-onalar kabi xavfli. Psixologlar ta'kidlashicha, bu g'alati bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bolaligida ota-onasi unga keragidan ortiq g'amxo'rlik ko'rsatgan farzand katta bo'lganida o'ziga ishonchi bo'lmagan yoki zararli odatlar qurboniga aylangan inson bo'lib ulg'ayishi mumkin. 9-si, sifatli televizion ko'rsatuvlarni, ayniqsa dramalarni tomosha qilish sizning emotsional intellektingizni yaxshilashi mumkin ekan. Boshqa so'zlar bilan aytganda, ularni ko'rish natijasida siz yanada sezgir insonga aylanishingiz mumkin. 10-si, biz vaznimizni tez-tez o'lchab turishimiz bevosita tashqi ko'rinishimizni ko'p o'ylashimiz darajasi haqida gapiradi. Natijada bu tushkunlikka va jiddiy bo'lgan anoreksiya va bulimiya kabi oshqozon ishlashining buzilishlariga olib kelishini ta'minlaydi. 11-si, agarda siz soatlab issiq vannada o'tirib vaqt o'tkazsangiz, kundalik hayotda o'zingizni juda yolg'iz his etishingiz ehtimolligi mavjud. Tadqiqotchilar fikricha, insonlar beixtiyor ravishda issiq va uzoq davomli vannalarni emotsional hissiyotlarni kechirish o'rniga qo'llaydilar. 12-si, psixologlar aytishicha, tez-tez janjallashib turadigan juftlar bir-birlarini juda sevishar ekan. O'z so'zini o'tkaza oladigan ayollarning sheriklari esa xiyonat qilishga ko'proq darajada moyil bo'lishar ekan. 13-si, oilaviy nizo kelib chiqqanda odatda erkak kishi taslim bo'lib, uyni tark etar ekan. Buning sababi uning fikricha o'z vaqtini bekorga yo'qotayotgandek tuyular ekan yoki u haddan tashqari aybdor bo'lib, bu bahsda g'olib chiqmasligini bilgani uchun shunday qilar ekan. 14-si, agar ayol kishi faqat neytral rangdagi hech qanday rasmlar, naqshlar va turli aksessuarlarsiz kiyim kiysa, demak bu ayol o'zining qulaylik hududidan tashqariga chiqmaslikni, begona nazarlardan o'zini panohda saqlashni istaydi. U bunday tarzga o'rganib qolgan va o'zgarishni xohlamaydi. 15-si, xaridlar qilish paytida siz keragidan ko'proq narsa sotib olsangiz, demak siz hayotingizning boshqa taraflari bilan qoniqmayapsiz yoki atrofdagilarga nisbatan o'zingizni yomonroq his etasiz va shu sababli hayot zavqlarini moddiy lazzatlar bilan o'rnini almashtirishga harakat qilasiz. Sizga uzoq muddatli lazzat va xursandchilik olib keladigan boshqa faoliyat turlarini topganingiz ma'qul. Matnni Jasur Rahmon o'qidi.
Nurli media mahsuloti.